Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugungi darsimizda biz PLC ya'ni SC200 Siemens PLC'siga tipi 302 penga yozishni o'rgatamiz. Ya'ni kichkina programmachamiz bor. Shu programmachiga qo'shimcha ravishda qoplar sonini sanash va ochmoqda qoplar sonini sanash va o'sha sanalgan qoplarni smena bo'yicha, ya'ni agar har xil zotda har xil bo'ladi. Ba'zi bir joylarda 4 ta smena bo'ladi, 3 tasi ishlaydi, ya'ni 8 soatdan ishlanadi. Shu bo'yicha bitta dasturcha qilamiz, ya'ni programmaga qo'shimcha vosita qilamiz. Hozir buni mana ish davomida ko'rib o'tamiz. Oxirgi natijaga erishishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, birinchi buni bitta network ochib olamiz. Blok 1 blogimiz bor, funksiyal blok. Uni albatta mainga tashlaganimiz uchun mana data blog ham ochilgan, ko'rishlaringiz mumkin. Shunga qo'shimcha ravishda network 11 turibdi mana. Network 11 bizda start blokiga javob beradi, start joyiga, ya'ni tayyor mahsulot qoplash joyini ko'rsatib o'tadi. Hop, unga qo'shimcha qilib turib mana qoplash deb yozyapman. Qoplarni sanash deb yozdim. Bu yerdan mana SR triggerni ishlatganmiz. SR triggerini M502 ni olamiz. M502 ni olib turib unga qo'yamiz yangi networkimizga. Yangi networkga qo'yishdan oldin albatta puls o'tkazadigan, ya'ni signal kelsa bir marta puls beradigan operatsion blokni qo'shamiz. Qo'shdik. Endi buni o'chirib tashlaymiz. So'ng shuni tepasiga triggerni 502 adashmasam tagini qo'yamiz. Mana qo'ydik. Hozir mana 502 ko'chirib oldik va pastiga birorta bo'sh tag, ya'ni bo'sh marker qo'yishimizga to'g'ri keladi. Masalan, bo'sh marker bizda M bilan qilinadi, hamma biladi. M qo'ydik. 6600 ni qo'ydik. Hop. Endi basic instruction ichidan sanash blogi S2 ni olamiz, ya'ni up tepaga sanash, 0 dan boshlab 1 2 3 4 sanaydi bu. Va qo'shamiz buni. Mana qo'shdik. Bu yerda e'tibor beringlar. PV joyi bor. Bu PV joyi S2 blokni aktiv holga keltirishga yordam beradi. Masalan, uni 5 qo'ysak, 5 ta sanashdan keyin bu yoqqa signal o'tkazadi. Buni o'sha oldingi darslarda ham aytib o'tganman. Yana bir takrorlab o'tdim. Tepaga o'sha yozamiz outga. Blok 1 qoplar soni. Mana integer bo'ladi doim qoplar soni va buni biz S2 blokni SEV ga qo'yamiz. Undan so'ng agar reset knopka kerak bo'lsa, ya'ni sanashda reset qilish knopkasi kerak bo'lsa, bitta bul tipidagi birorta tag qo'shamiz bunga ham, logitskiy tag. Mana blok 1 qoplarni reset qilib degan bo'lsa ham bo'laveradi yoki buni shunaqa deb yozamiz. Hop. Mana blok 1 qoplarni 0 qilish deb yozdim. Bu hozir endi o'sha qachonki siz qopni qoplaganda, avtomatda qoplaganda bu blogimiz sanaydi. Hop.
Endi bu yerda o'sha ko'rib turganingizdek Teoportal Unifit'ni paneldan foydalanganmiz. Bu versiya 18. Boya aytib o'tmoqman buni. Versiya 18 da qilingan bu proyektimiz. Endi o'sha skrinni ochamiz. Bu 15 dyuymli Unifit panel. Yozib ham qo'yilgan MTP 1.5 deb. Hop, endi ozgina qotyapti, chunki sabab o'sha virtual mashinada ishlatyapman. Shuning uchun ozgina qotyapti. Buning uchun uzr so'rayman. Kutamiz. Mana ochildi. Bu asosiy oynamiz. Mana shu qoplash blogini asosiy oynasi. Mana shu yerga qo'shamiz. Hop. Yana oynalarimiz bor bu yerda. Ustavga qo'yish oynasi va kalibrovka oynasi ham mavjud bu yerda. Shu kalibrovka oynasi bu o'sha qoplayotgan mahsulotimizni qirosini kalibrovka qilish. Asosiy oynaga qaytamiz va yangi kirish chiqish obyekt elementini qo'shamiz. Bu yerdan hop, bundan o'sha yozuv qo'shamiz. O'sha tepaga yozish uchun, ya'ni nimaligini bildirish uchun tekst qo'shyapmiz. Blok 1 qoplar soni, ya'ni blok birinchi blokdagi qoplar soni yozdik. Bu yerda o'sha kodlashtirishimiz kerak bo'ladi. Propertiesga kirib turib, e'tibor beringlar, bu ozgina boshqacha. Mana o'zimizga o'xshamagan ozgina farqi bor. Mana bu yerda kirib turib bold qilamiz va shriftini o'zgartiramiz. Hop. Endi bunikini ham shriftini o'zgartirishimiz kerak, ya'ni kattalashtiramiz. Ichidagi o'sha qoplar sonini PVSini ko'rsatish uchun faqat output qildik, sabab o'sha ichiga yozib bergan qilish uchun. Endi bu yerdan process value'ga qo'shamiz, ya'ni tagini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun ozgina kattalashtirib turib, mana shu yerga tag qo'shishni, text bo'limini tanlashimiz kerak. Text. Endi bu yoqda ko'rinadi oynada. Endi qo'shsak bo'ladi. Hozir izlashimiz kerak. Program birinchi blok ichidagi bo'lishi kerak bu. Ikkinchi blok tanlab oldik hozir. Aytgancha, bu yoqda ko'rinish uchun bitta kompilatsiya qilishimizga to'g'ri keladi. Kompilatsiya qilsak, o'sha bazasiga qo'shilgandan so'ng HTML da ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hop, yana qaytamiz.
testlaymiz. Negadir ko'rinmayapti. Endi chiqdi. Ana qoplar soni qo'shildi. Tegimizga. Endi bu yerga agar kerak bo'lsa, reset knopka qo'yish kerak. Ya'ni qoplarni nolga o'tirish uchun, ya'ni nollash uchun. Hozir nolga o'tirishni qo'shamiz, lekin keyingisida ish davomida o'zini avtomat nollashga to'g'rilab qo'yamiz. Resetni ham qo'shamiz. Xo'p. Nimagadir aytganga yurmayapti. O'sha qotib yotgani uchun shekillashmasam. Mayli, shu yerda qolaversin. Events bo'limiga kirib turib, o'sha pressga kiramiz. Press mouse key qilib turib, shundan set bit is reset bit qo'shamiz. Hop, endi qo'shganimizdan so'ng endi smenani qo'shishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni birinchi smena qancha qopladi, ikkinchi smena qancha qopladi. O'shani qo'shib chiqamiz. Birinchi smena qaysi paytda bularni olishni yozamiz. Ya'ni birinchi 8:00 da oladi. Birinchi smena emas, ikkinchi smena ikkinchi smena 16:00 da, uchinchi smena esa 00 da, ya'ni 12 da olish kerak bo'ladi danini. Buni yozib chiqamiz. Hop. Endi bularga ham alohida network turib qo'yishimiz kerak. Bularga ham alohida vazifa, ya'ni funksiya beramiz. Birinchi smenaniki albatta komparator bilan qilamiz. Komparator bilan qilishimiz kerak. Komparator nimaga bog'laymiz? Soatga bog'laymiz. Soat qo'shishdi, ya'ni real system data of time'ni darsimizda bor. Bundan oldingi darsda ko'rsatib o'tganman. Bundan oldingi darsda ko'rsangiz ham bo'ladi, qanaqa qo'shishni. O'shandan o'sha soatni danisini ko'chirib olmoqdamiz. Mana bu qo'ydik. Bu qo'yamiz va soat nechida? 8:00 da bu aktiv holatga o'tadigan birinchi smenani qancha mahsulot chiqarganini ko'rsatish uchun o'tkazadi. Hozir soat 8 dan qo'ydik. Undan so'ng 16:00 da yana bitta oladi.
ikkinchi smenadan keyin bo'ldi. Buni ham soatini o'zgartiramiz. İkinci smena. Bo'ldi. Endi bundan oldi e'tibor bergan bo'lsalaring, o'sha reset knopkani qo'lda bosadigan qilgandik. Endi qo'lda emas, o'sha avtomatik bosadigan qilamiz. Shuning uchun ton qo'yapman, sababi 1 sekund. 1 sekund bo'lgan holatda keyin narigini avtomatik reset qiladi. Hammasiga qo'yib chiqamiz shunaqa qilib. Tayyor onlayn holga keltirdik. Yukladik programmamizni. Turist kontrolleriga. Endi panelga nima qilgandik? Buni o'chirib tashlaymiz. Boshqacharoq qilamiz. Reset knopkasi kerak emas, o'chirmaymiz buni. Navoda kerak bo'lsa deb ko'rinmaydigan qilamiz. Ya'ni invisible qo'yamiz. Bitishgani qo'ysak, qolishgani ko'rinmaydi bu. Ram holatga o'tganda. Endi qo'yib chiqamiz. Tekizlaymiz.
danliyni har bittasiga qo'yib chiqamiz. Birinchisi tekushi bo'ladi, current value. Ikkinchisi o'z hisobimizda 8 olinadigan danli. Hop, uchinchisi 16.00 olinadigan danli yozamiz. Kopya tashlab turib, to'g'rilab olamiz hammasini. Burası ise 00, yani 20 turun 00 olmayan danli. Bunu yapmışlar. Tek düşün bildiriş için uzun to'g'risiga ketma-ket yozib turib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bunun uchun Shift Enter bilan pastga tushirib olamiz. Smena var. 8.00'da. İkincisi ise ikinci smena 16.00'da oluştan değil mi? Üçüncü smena. Üçte smena da bu oldu da değil mi? Bu hammasi realniy proyekt. Hozir holatda realniy yuklayapmiz. Ozgina kutamiz. Yüklendi.
Hop. Endi kelgandan so'ng kunlikni ham qo'shishimizga to'g'ri keladi. Kunlik desa, mana bu yerdan kunlik degani o'sha 00:00 dan 00:00 gacha, ya'ni bir kunlik danni bu uchala smenaning yig'indisi hisoblanadi. Hop, o'shani qo'shamiz. Uncha alohida networkga qo'shamiz. Offline qolamiz albatta, offline qilib turib. Kopiya qilib tashladik. Bu o'sha danlikni 00:00 olish kerak. Oxirgi danlikni va boshdagi 8, 16:00 va 00:00 bir-biriga qo'shish kerak bo'ladi. Shuning uchun mana vaqtni ham, qaysi minutda olishni ham qo'shyapmiz, soat emas, minut qildik. Yana ham aniqroq bo'lishi uchun. Albatta ishlatib ko'ramiz, agar kamchilik bo'lsa yana kamchilikni to'g'rilaymiz. Mana 00 da va 10 minut o'tganda oladigan qildik danlikni. Bunga o'sha add blogini qo'shamiz. Add blog orqali hosil qilamiz. O'sha logistika bu blokka, funksional blokka oid bo'lgan, tegishli bo'lgan o'sha logistika blok qo'shib olamiz. Ya'ni hammasini yig'indisini chiqaradigan. Birinchi smena, ikkinchi smena, negadir o'sha add blokka qo'shib bo'lmayapti. Yana uchinchi qo'shuvchini, ya'ni qo'shiluvchini. Juda hayronman, bunaqasi bo'lmagandi. 400 bo'lgani uchun shuna bo'lyapti shekilli. Mana bu yerda 2 marta bosganda qo'shilardi odatda. Bu yerda ham boshqa network qo'shilib ketyapti. Qadri cheklangan ekan 400 uchun. Movi ham qo'shib bo'lmayapti. Sizlarda bo'lsa movida mashqga bosganda out 1, out 2, out 3 qilib qo'shilishi kerak edi, negadir qo'shilmayapti. Hop. Bitta boshqacharoq usul qilamiz. Qo'shilmaydigan bo'lsa yana bitta add qo'shib olamiz. Bir-biriga qo'shib ketaveramiz shunda. Bu yerda calculate degan blok ham bo'lishi kerak edi. Mouse ichida, mouse function ichida. Calculate, ya'ni kalkulyator blogi. U ham yo'q ekan, nimagadir 400 buni поддержка qilmas ekan. Mana bizga bitta opt deymi? Opt bo'ldi. Hop, endi add blogidan foydalansak ham bo'ladi. Hech qanaqa qo'shiladigan joyi yo'q. Ikkita add ishlatib to'g'ri qilsak bo'laveradi. Bu ham bitta yo'nalish, yo'l. Hop, buni bu tomoniga o'tamiz va qo'shimcha uchinchini bu yerga qo'shib turib, ikkalasini yig'indisini bu tomonga qo'shsak, birinchi adddan chiqqan natijani ikkinchi addga qo'shsak, uchalasi qo'shiladi. Buncha statik burada konstanta kiritamiz, yo temp kiritamiz, temp tipiga mansub. Tempga kiritadigan bo'lsak, o'sha data blokda ko'rinmaydi bu. Shuning uchun uni kiritib qo'ydim. Faqat shu yerda ko'rinadi xolos. Yana qo'shimcha teg bo'lib bizga xalaqit qilmaydi. Mana necha sekundda olishi va zibros qilishi.
bunga zibros kerakmas ekan, chunki narigi bloklar zibros qiladi. Qo'shamiz buni ham. Kompleks qilmoqmiz. Kompleks qilish kerak. Buni ham yo'lda ko'rinish uchun. Shunga e'tiborsiz bo'lmanglar. Bunga o'xshab izlayverasizlar agar kompleks qilmasalaring. Yoki yuklash kerak. Yuklab olsa ham o'sha kompleks hisobida turadi. Ko'rinmayapti negadir yana. Общий kompleks qilishimiz kerak ekan. Blokni o'zini qildim, nimagadir ko'rinmadi. Buni общий kompleks qilyapmiz. Endi kiramiz. Mana tayyor, xudo xolasa. Buni ham yuklab qo'yamiz. Buni ham yuklaymiz. Software only change, ya'ni o'zgartirilganini yuklab qo'yamiz. Va onlayn holat o'tkazamiz. Vaqtlarimiz, soatimiz ko'rsatmoqda. Kimgadir shunaqa ish qilish kerak bo'lsa yo qo'shimcha birorta fikr yoki savol bo'lsa bemalol kommentariyada yoki Telegram gruppamizga yo'llash mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beramiz, xudo xolasa.